Tada! Ota-onamdan olgan sovg'amni raspakovka qilamiz. Ikkita korobochka bor. Albatta bunisidan boshlaymiz. Bitta planim o'xshamaganiga rosa xafa bo'lib yuruvdim. Настроением bo'lmay. Tushkunlikka tushmagan edim, chunki bilardim, hammasi yaxshiligi. Prosta ozgina bu настроениемga повлиять qiluvdi meni. Shu sababdan ota-onam shunaqa xursand qilishdi. Men bitta narsaga aminman. Agar bitta ishim o'xshamasa yoki bitta rejam o'xshamasa, albatta undan-da yaxshiroq, undan-da zo'roq amallar kutib turganini bilaman. Shu sababdan hech qachon harakatdan to'xtamayman. Va rangini chiqib o'zim tanladim va bu meni birinchi iPadim. To'ninkiligini, bu iPadning ruchkasi ham bo'lar ekan, lekin olmadim, chunki ruchkasi menga unchalik ham kerak emas. Zaryadka va shnuri ham bor ekan. iPad sotib olish o'zimning ham planimda bor edi. Qachondir olarman, hozircha unchalik ham keragi yo'q deb yurgan edim. Ota-onam sovg'a qilishibdi, значит nasib qilibdi. Hozir ayniqsa angliskiy kurslarimni boshlaganman va menga iPad juda ham katta yordam beradi bu. Ikkinchi korobochka, bu chexol. Topinglar qanaqa rangda. Brato'la sразу chexolni ham olib beraman dedilar. Men barcha gadjetlarimni oq rangda tanlayman, chunki bu eng universal rang va barcha chexollarga to'g'ri keladi. Telefon bo'lib qoldi, пригласительный jo'natishibdi qaranglar. Men bunisini tishlab yo'q ko'rdim o'zim. Milashka bo'lib qoldi. Tadan! Prям вообще xursand bo'lib ketyapman. Agar qaysidir ishinglar o'xshamayotgan bo'lsa yoki qaysidir niyatinglar amalga oshmayotgan bo'lsa, sabr qilinglar. Yoki sizlarni hali vaqtinglar kelmadi, yoki sizlarni yanada yaxshiroq narsalar kutib turibdi. Всем добра и всем пока.